Bismillahirrahmanirrahim. Shayx Abdulqodir Jiloni rahmatullohi alayh Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 2-majlis. Shayx Abdulqodir Alloh u kishidan rozi bo'lsin 545-yili Shavvolning 5-kuni dedilar: Allohdan chetda bo'lib, uni ko'rmasliging seni aldab qo'ymasin. Musibat va xor hayot senga hukmron bo'lmasdan oldin bu g'ururingdan qayt. Sinovlar ta'mini tatib ko'rmagan bo'lsang, shubhasiz aldanib qolasan. Tez kunda qo'lingdan ketuvchi narsalar ichida suzib yurganingdan xursand bo'lma. Alloh taolo deydi: Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida biz ularni to'satdan azob bilan ushladik. An'om surasi 44-oyat. Alloh taoloning huzuridagi narsalarga sabr tufayli erishish mumkin bo'lgani uchun Alloh sabr muhim ish ekanini ta'kidladi. Faqirlik bilan sabr faqatgina mo'min kishida jamlanadigan sifatlardandir. Allohga oshiq bo'lgan bandalar balolar tufayli sinaladilar. So'ng sabr qiladilar. Bu fitnalar sababli yaxshi ishlarga ilhomlanadilar. Robbilari tomonidan keladigan yangi sinovlariga sabr qiladilar. Haqqa muvofiqlik bo'lmasa, oqil kishi riyo, nifoq, zulm, shubha va gumonlar girdobiga tushib qoladi. Dar haqiqat, Allohning ne'matlariga noshukrlik qilish, fisq va fujur ishlarda u ne'matlardan foydalanish keng yoyildi. Uyida ojiz, do'konida taqvodor, sharobida zindiq, xudosiz, kursisida rostgo'ylar ko'paydi. Agarda hukm bo'lmaganida uyingizdagi holatni so'zlar edim. Lekin menda barpo qilish lozim bo'lgan asos va huzurimda tarbiyaga muhtoj go'daklar bor. Agar o'zimdagi ba'zi narsalarni ochsam, bu narsa siz bilan mening oramiz ajraluviga sabab bo'ladi. Men hozirgi holatimda nabiy va mursallarning quvvatiga, Odam alayhissalomdan hozirgi zamonimizgacha bo'lgan sabr va rabboniy quvvatga muhtojman. Allohim, lutfing, yordaming va roziligingni so'rayman. Amin. Ey yigit, dunyoda boqiy qolish va undan lazzatlanish uchun yaratilganing yo'q. Alloh azza va jalla yomon ko'rgan sifatlarni o'zgartir. Dar haqiqat, sen Allohga itoat qilishda La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh so'zi bilan qanoatlanding. Lekin bu kalimaga boshqa narsalarni qo'shsangina senga foyda beradi. Iymon so'z va amaldan iborat. Agar Haq azza va jallaga gunohlar, zalolatlar, isyon bilan kelsang, namoz, roza, sadaqa va yaxshi amallarni tark qilsang, bu kalima sendan qabul qilinmaydi va u foyda bermaydi. Faqat tilingda la ilaha illallohni da'vo qilsang, qanday qilib shahodating senga manfaat bersin? Ey tavhid kalimasini aytuvchi inson, uni tasdiqlaydigan hujjating bormi? Amirlarga bo'ysunish, qaytarilgan narsalardan tiyilish, ofatlarga sabr qilish va taqdirga taslim bo'lish ushbu da'voga hujjat bo'la oladi. Haq azza va jallaga bo'lgan ixlos bilan amal qilsang, qabul bo'ladi. Chunki so'z amal bilan, amal ixlos va sunnatga muvofiqligi bilan qabul bo'ladi. Mollaringdan biror narsa berib bo'lsa ham faqirlarning ko'ngillarini ovla. Oz yoki ko'p berishga qodir bo'la turib, so'rovchini hargiz quruq qaytarma. Ihson qilishni yaxshi ko'rishda Alloh azza va jallaga muvofiq kel. Berishga qodir qilib, imkoniyat berib qo'ygani uchun unga shukr qil. Holingga voy bo'lsin. Sadaqa so'rovchining kelishi va sening sadaqa berishga qodirliging Allohning senga hadiyasi-ku, hadiyani haqdoridan to'sasanmi? Mening oldimda itoat qilasan va ko'z yoshi to'kasan, lekin yoningga muhtoj kimsa kelsa, qalbing bilan uni yomon ko'rasan. Bu holat ko'z yoshing va itoating Alloh uchun xolis bo'lmaganidan dalolat. Itoat avvalo qalb, so'ngra yaxshi amallarda yo'nalgan a'zolar bilan bo'ladi. Agar huzurimga kirsang, ilming, amaling va nasibangni bir chetga qo'yib,
mol va dunyo va ahlingni unutgan holingda kir. Qalbingni Allohdan boshqa narsalardan xoli qilginki, hatto Alloh taolo o'zining qurbati, fazli va rahmati ila qalbingni bezaydi. Huzurimga kirish jarayonida bu ishlarni qilsang, erta saharda qorni och holatda parvoz qilib, kechasi to'q holatida qaytgan qush kabi bo'lasan. Qalb Haq azza va jallaning nuridan jilolanadi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom mo'minning farosatidan qo'rqing, chunki u Allohning nazari bilan boqadi deganlar. Imom Termiziy rivoyati. Ey fosiq, mo'mindan qo'rq. Uni gunoh va ma'siyatlar najosati bulg'agan safga qo'shma. Zero u sening holatingni, shirk va nifoqingni Allohning nuri ila ko'rib turadi. Kiyiming tagida yashiringan amalingni ham, halokatli va sharmandali holatingni ham ko'radi. Sen ahli nodonlarga aralashuving tufayli nodonlikni ixtiyor etding. Bir kishi ko'z ojizligi qachongacha davom etadi deb so'radi. Tabib huzuriga borib, uning ostonasiga bosh qo'yib, u haqda yaxshi gumon qilib, qalbingdagi unga nisbatan bo'lgan tuhmatni ketkazib, farzandlaring bilan uning eshigi yonida o'tirib, achchiq dorilarga sabr qilsangina ko'zingdagi ojizlik yo'qoladi. Alloh uchun hokisor bo'l va undangina hojatlaringni so'ra. Iflosliklarga yetaklaydigan ishlarni o'zing uchun amal sanama. Xalqlar eshiklarini berkitib, o'zing bilan Alloh orasidagi eshikni och. Gunohlaringni e'tirof qilib, nuqsonlaring uchun undan afv so'ra. Shuni aniq bilki, Allohdan boshqa zarar, foyda beruvchi va to'suvchi yo'qdir. Shundagina qalbing ko'rligi zavol topib va ong harakatga keladi deb javob berildi. Ey yigit, yeyish va kiyinish asosiy ish emas, balki qalbning zuhdidir. Rostgo'y kishining libosi avvalo botinida bo'lib, so'ng zohiriga ko'chadi. Keyin qalbi, nafsi va a'zolariga libos kiydiradi. Agar qo'pol insonga aylansa, mehribon va rahmat qo'li kelib, uning bu musibatini o'zgartiradi. Qoralik libosini yechib, xursandlik libosini egniga iladi. Aziyat o'rniga ne'mat, adovat o'rniga shodlik, qo'rquv o'rniga omonlik, uzoqlik o'rniga yaqinlik, muhtojlik o'rniga boylik badal bo'lib keladi. Ey yigit, nasibalarni rag'bat qo'li bilan emas, zuhd qo'li bilan qabul qil. Nasibalarni iste'mol qilib yig'laydigan kimsa ularni yeb kuladigan kishi kabi emas. Qalbing Haq azza va jallaga bog'langan holda nasibalarni yegin. Shunda yomon nasibalardan salomatda bo'lasan. Tabibning qo'lidan yeyishing aslini bilmay turib yolg'iz yeganingdan ko'ra xayrliroqdir. Naqadar qalbingiz qotgan, o'rtangizda omonat ko'tarilgan, rahmat yo'qolgan. Shar'iy hukmlar sizlarga omonatdir, ammo sizlar unga xiyonat qilib tark qildingiz. Holingga voy bo'lsin. Agarda omonatni lozim tutmasang, tez kunda ko'zingdan suv quyiladi. Qo'l oyog'ing kishanlanib, Haq azza va jalla rahmatini sendan to'sadi. Mahluqotlari qalbiga senga nisbatan adovat tashlaydi va ularni senga yaxshilik qilishdan man qiladi. Boshlaringizni Robbilaringiz vositasida muhofaza qiling, undan ogoh bo'ling, chunki uning ogohlantirishi shiddatlidir. Osmonlar va yerning Robbi bo'lgan Allohdan qo'rqing. Uning ne'matlariga shukr qiling. Uning amr va qaytariqlariga itoat eting. Qiyinchilikni sabr, yengillikni shukr ila qabul qiling. Bu ish sizlardan avval o'tgan payg'ambarlar va solihlarning holati bo'lib, ular ne'matlarga shukr, musibatlarga sabr qilishar edi. Musibat dasturxonidan turib, itoat dasturxonidan tanovul qiling. Allohning hududlariga rioya eting. Agar yengillik kelsa, shukr qiling. Bordi-yu mashaqqatga yo'liqsangiz, gunohlaringizdan tavba qilib, nafsingizni tanqid eting. Zero Alloh taolo bandalariga aslo zulm qilmas. O'lim va uning ortidan keladigan narsalarni Parvardigor va u zotning hisob-kitob qilishini va sizlarga nazar qilmog'ini yodda tuting. Uyg'oning. Jaholat, botil narsalar xususida taraddud, nafs va havo ortidan ergashish
Alloh taoloning ibodati va shariat odobini qoplab qolgan bu uyqu qachongacha? Ey yigit, insonlarga ko'r-ko'rona, g'aflat va jaholat bilan emas, balki aql, ilm va uyg'oqlik ila ergash. Ularda maqtalgan narsani ko'rsang qabul et. Agar yomonlik tomon olib boradigan sifatlarga guvoh bo'lsang, ulardan uzoq bo'l hamda ularni bu yo'ldan qaytar. Sizlar barchangiz Haq subhanahu va taolodan g'aflatdasizlar. Sizlarga Allohdan g'ofil bo'lmaslik, masjidlarga ko'p borish va Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytish vojib bo'ladi. Zero u zot marhamat qilganlar. Agar osmondan olov tushsa, masjid ahlidan boshqa hech kim najot topmaydi. Tabaroni, Haysami, Bazzor rivoyati. Agar namozda sustkashlik qilsangiz, Haq azza va jalla bilan bo'lgan aloqangiz kesiladi. Shuning uchun Nabiy alayhissalom bandaning Robbiga eng yaqin bo'lgan payti sajda holatidir deb aytganlar. Suyuti, Tabaroni rivoyati. Holingga voy bo'lsin. Qancha narsani o'zingcha ta'vil etib ruxsat qilib olding. Ta'vil qiluvchi adashadi. Qani endi azimat kemasiga chiqib ijmo bilan bog'lansak va amallarimizda xolis bo'lsak, haq tarafidan ixlosga erishar edik. Ta'vil qilib ruxsat olmog'imizni qanday baholash mumkin? Azimat va uning ahli bizni tark etdi. Bu hamon azimatlar zamoni emas, ruxsat zamoni, riyo, nifoq, molni nohaq olish zamoni bo'lib qoldi. Namoz, ro'za, zakot, haj va boshqa yaxshi amallarni Xoliq uchun emas, balki xalq uchun qiladiganlar ko'paydi. Bu zamonning ulug'lari Xoliqning emas, xalqning xulqi bilan xulqlandilar. Barchangiz qalblari o'lik, nafs havolari hayoti dunyo talabida bo'lgan insonsizlar. Qalbning tirikligi xalqdan chiqib, haq bilan qoyim bo'lishdadir. Chunki bu masala zohiriy suratning e'tibori yo'q. Qalb hayoti Haq azza va jallaning amrlariga bo'yin egish, qaytariqlaridan qaytish va qazo qadariga sinovlariga sabr qilish bilan bo'ladi. Ey yigit, u zotning o'lchab qo'ygan taqdirlariga taslim bo'l. Biror bir ish avvalo asosga, so'ng binoga muhtoj bo'ladi. Holingga voy bo'lmasidan ishing haqida tafakkur qil. Tafakkur qalb ishlaridandir. Agar tafakkur tufayli yaxshilik ko'rsang, Allohga shukr et. Yomonlik ko'rsang, bu tafakkurdan tavba qil. Shunda dining tirik, shaytoning o'lik bo'ladi. Shuning uchun har bir soatlik tafakkur bir kechalik ibodatdan afzal deyilgan. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari, Allohga shukr etinglar. Chunki u zot subhanahu sizlarning ozgina amallaringizga ham qanoat qiladi. Sizlar dunyoda oxirgilardan, qiyomat kuni esa avvalgilardan hisoblanasizlar. Sizlar peshvosizlar. Sizlardan boshqa ummatlar oddiy xalq kabidir. Modomiki nafs havo uyida o'tirar ekansan, hech qachon kamol topmaysan. Modomiki xalqning qo'lidagi narsalardan ta'ma qilib, nafoq va riyo ila o'zingga jalb etsang, hargiz sog'lom inson bo'la olmaysan. Modomiki dunyoga rag'bat qilib qalbingda Allohdan o'zgaga ishonch bo'lsa, senga najot yo'qdir. Ey Allohim, bizlarni o'zingning suhbating ila rizqlantir. Ey Robbimiz, bizlarga dunyo va oxirat yaxshiligini ber. Shuning bilan ikkinchi majlis nihoyasiga yetdi.